Toshkent 25-oktyabr kuni soat 11:00 da Hilton mehmonxonasida hammangizni kutamiz. Bepul seminar, Alaniyada ko'chmas mulk, investitsiya, dam olish va Turkiyada vaqtinchalik yashash hujjati yoki fuqarolikni rasmiylashtirish uchun eng yaxshi loyihalar. Seminarga keling. U yerda siz Turkiya bozoridagi mutaxassislar bilan bevosita suhbatlashib, savollaringizni berishingiz mumkin. Sizni kutayotganlar doimiy ravishda narxi oshib borayotgan loyihalar, vaqtinchalik yashash hujjati yoki fuqarolik olish bo'yicha bosqichma-bosqich reja, oysiz bo'lib to'lash imkoniyatlari va qulay to'lov shartlari, Alaniyada ko'chmas mulk orqali daromad olish yo'llari, Shovqinli va chang to'zonli shahardan quyoshlik Alaniyaga ko'ching. dengiz bo'yida sog'lom muhitda farzand tarbiyalash osonroq siz o'ylagandan ham. Ro'yxatdan o'tganda bepul qo'llanma, top 5 investitsiya uchun jozibador obyektlar Alaniyada. Seminarda har bir mehmonni ko'chmas mulk xaridida 1500 lik chegirma kuponlari kutmoqda. 25-oktyabr boshlanish soati 11:00 Hilton mehmonxonasi, Toshkent. Havola orqali o'ting va hozir ro'yxatdan o'ting.